Mani eng nozik tochkam desa ham bo'ladi. Mani kuchli qilishga majbur qilgan eng katta dars desa ham bo'ladi. Adani mehri, kuchi yonimda bo'lmagani uchun yo gaplashib turardik, yo bo'lib ketmaganlar, no yonimda bo'lmaganlari mani qanaqadir kuchli bo'lishimga sabab bo'lgan payt. Shicharkashman. O'zimni qanaqa tutish kerakligini ham bilmayman. Chunki men hozir уже 23 ga kirgan bo'lsam, 13 yosh bo'lganman-da. Sochlarim uzun bo'lgan, bloger aslida. Xullas 10 yillik ayriliqdan keyin odamlarni tutib olishga keldim. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. 10 yil oldin bordik, 2 mingtalik, 5 mingtalik. Yoningizga yuguray chotay, keling bir bor bag'rimga bosay. Dada sizni yaxshi ko'raman.